Asl Hongxi H7 o'z vaqtida Xitoyning E-klass hashamatli sedanlari orasida ilk pionerlardan biri bo'lgan edi. Bugun esa qarshimizda modelning mutlaqo yangi avlodi turibdi. U ilg'or Hangzhou gibrid platformasi va aqlli Rizhuang platformasi asosida qurilgan. Avtomobil deyarli barcha yo'nalishlarda sezilarli darajada takomillashtirilgan. Dizayndan va ichki bezak materiallaridan tortib kuch uzatish tizimlari hamda avtonom haydash texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Keling, biznes safarlari uchun ham, oilaviy foydalanish uchun ham birdek mos keladigan ushbu yangi flagman sedan nimalari bilan hayratga solishini ko'rib chiqamiz. Yangi Hongxi H7 tashqi ko'rinishi brendning bulutlarni yorib o'tuvchi oqim soyasi dizayn konsepsiyasi asosida qurilgan. Old qismida klassik proporsiyalar, qat'iy chiziqlarni saqlab qolgan bo'lib, rasmiylik va nufuzni yaqqol namoyon etadi. Markaziy element brendning vertikal yo'naltirilgan logotipi uni faqat kutib olish animatsiyasining bir qismi, balki akkumulyatorning zaryad holatini ham ko'rsatadi. Alohida e'tiborni kunduzgi harakat chiroqlari tortadi. Ularning shakli qanotlarini keng yozgan oqqushdan ilhomlangan bo'lsa, olmos qirrasi uslubidagi ishlov optikasi yo'lda darhol ajralib turadi. O'ziga xos va zamonaviy ko'rinish baxsh etadi. Sedanning o'lchamlari haqiqatan ham salobatli. Uzunligi 5060 mm, eniga 1910 mm, bo'yi 1480 mm, g'ildirak bazasi esa 2970 mm ni tashkil etadi. Bu E-klass uchun xos bo'lgan klassik proporsiyalardir. Gravitatsiya chizig'i deb nomlangan yon kuzov chizig'i kapotdan bagaj qismigacha silliq davom etib, avtomobilning aerodinamikasini yaxshilaydi va siluetiga shiddat hamda dinamika bag'ishlaydi. Orqa qismi ixcham va zamonaviy uslubda bezatilgan. Egzoz tizimi quvurlari yashirin holda joylashtirilgan. Asosiy bezak elementi esa oqimdek taraluvchi yorug'lik va qaytuvchi patlar nomli uzluksiz LED fonar hisoblanadi. Stop signallar naqshi o'qning patlari eslatadi va old optika dizayni bilan mukammal uyg'unlashtiradi. Hongxi H7 yangi avlod Hangzhou gibrid tizimi bilan jihozlangan. Uning asosini 1,5 litrli turbo benzin dvigateli va elektromotor tashkil etadi. Ichki yonuv dvigatelining 45-21% lik issiqlik foydali ish koeffitsiyenti sohadagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Model old g'ildiraklardan tortuvchi hamda to'liq g'ildiraklardan tortuvchi versiyalarda taqdim etiladi. Old g'ildirakdan tortuvchi versiya faqat elektr quvvatida CLTC standarti bo'yicha 240 km masofani bosib o'ta oladi. Umumiy yurish zaxirasi esa rekord darajadagi 1954 km ni tashkil etadi. Akkumulyator zaryadi tugagan taqdirda ham yoqilg'i sarfi atiga 100 km ga 4,4 litrni tashkil qiladi. To'liq g'ildirakdan tortuvchi versiya esa elektr rejimda 210 km yo'l bosadi. Umumiy yurish zaxirasi esa 1574 km ga yetadi. Yuqori darajadagi harakat ravonligini CDC, ya'ni Continuous Damping Control texnologiyasiga ega moslashuvchan shassi va elektron boshqariladigan amortizatorlar ta'minlaydi. Maxsus kamera yo'lni soniyasiga 25 marta skanerlab, avtomobil oldidagi 15 metr masofani kuzatadi. Tizim chuqurchalar va notekisliklarni oldini aniqlab, osma tizim qattiqligini avtomatik ravishda moslashtiradi. Natijada avtomobil yo'lning har qanday holatida yanada silliq va qulay harakatlanadi. Sinan avtonom haydash tizimi 23 ta datchik asosida ishlaydi. Ular orasida 8 megapikselli kameralar ham mavjud bo'lib, ularning kuzatuv masofasi 603 metrgacha yetadi. Avtopilot HD kartalarga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi va avtomobilni avtomagistrallar hamda shahar ko'chalarida mustaqil boshqara oladi. Avtomatik parkovka tizimi eng tor va murakkab to'xtash joylarida oson kirib chiqishni ta'minlaydi. U smartfon orqali masofadan boshqarish funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ko'p qavatli avtoturargohlarda marshrutni eslab qolish funksiyasiga ega. Shu tufayli avtomobil keyingi safar parkovka ichida yo'lni mustaqil topib harakatlana oladi. Salon yo'lovchilarni osmon nuri dizayn konsepsiyasi bilan kutib oladi. Old panel mutlaqo simmetrik arxitektura asosida ishlangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilarning teng maqomini ta'minlaydi. Bezashda yumshoq materiallar, nappa, charm va sun'iy zamshi hamda tabiiy yog'ochdan keng foydalanilgan. Old panelning asosiy elementi atiga 10 mm qalinlikdagi 15,6 dyumli va 2,5K aniqlikdagi ultra yupqa displeydir. Uning ishlashini flagman darajadagi Snapdragon 8295P protsessor asosidagi Linksy Cabin 5 multimedia tizimi ta'minlaydi. Interfeys nihoyatda tez ishlaydi. Yuqori hisoblash quvvati esa kelajakda masofadan dasturiy ta'minotni yangilanishlarning ham muammosiz amalga oshirilishini kafolatlaydi. Ovoz sifati uchun premium toifadagi Bose audio tizimi javob beradi. Old panel markazidagi dinamik quyosh chizig'i uslubida ishlangan bo'lsa, bosh suyanchig'iga o'rnatilgan individual dinamiklar har bir yo'lovchi uchun alohida shaxsiy ovoz muhitini beradi. O'rindiqlar 9 qatlamli maxsus konstruksiyaga ega bo'lib, yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. 4 ta asosiy o'rindiqlarning barchasi isitish va shamollatish funksiyalari bilan jihozlangan. Old o'rindiqlar esa bundan tashqari 10 nuqtali massaj tizimiga ham ega. Markaziy tunnel ichida 4 litrli mini muzlatgich yashirilgan bo'lib, u 2 gradusdan 50 gradusgacha bo'lgan haroratni saqlab tura oladi.
Uning yonida esa 50 volt quvvatga ega simsiz quvvatlash maydonchasi joylashgan. Avtomobilga kirish oddiy kalit, Bluetooth kalit yoki NFC kalit orqali amalga oshiriladi. Yo'lovchilar bosh qismi uzra 192 kvadrat metr maydonga ega ulkan panoramali tom o'rnatilgan. Ikki qatlamli kumush qoplama va ko'p qatlamli konstruksiya tufayli u ultrabinafsha nurlarni 99.9% hamda quyosh issiqligining 80% dan ortig'ini to'sib qoladi. Bunday yechim salon ichida yilning istalgan faslida yorug'lik, kenglik hissi va qulay mikroiqlimni ta'minlaydi. Deyarli 3 metrli g'ildirak bazasi ikkinchi qatordagi yo'lovchilar uchun g'ichinakam VIP darajadagi keng makonni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlar suyanchig'i 121 darajagacha egilish burchagini sozlash imkoniyatiga ega bo'lib, yo'lovchilarga yarim yotgan holatda bemalol dam olish imkonini beradi. Yangi Hongsi H7 2026-yil bahorda ilk bor namoyish etilgan va kompaniya uni 2026-yilning ikkinchi yarmida Xitoy bozoriga chiqarishni rejalashtirgan. Hozircha rasmiy Xitoy narxi e'lon qilinmagan. Avtomobil bozoridagi tahlilchilar va Xitoy ommaviy axborot vositalari prognozlariga ko'ra, yangi Hongsi H7 ning narxi taxminan 30.500 dan 39.000 dollar atrofida bo'lishi kutilmoqda.